Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Aka-ukalar, xudo xolasa yangi so'rimiz chiqdi. Hozir laklab qo'ydik, ideal holatda. Kimga zarur bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Oyoqlari qattiq materiallardan, qolgan joyi sasnadan bo'ldi. Besveetniy holatda laklab, hozir svejiy holatda chiqdi so'rimiz. So'rimiz xudo xolasa ishonarli holatda. Oldilari ham gullisidan bo'ldi. Tepalari ham, pol qismlarini ham toza, qimmat rossiyskiy taxtadan ishlatdik. Xo'p, buni narxiga keladigan bo'lsak, akalar, narxini 3 million 700 ming so'm qilib beramiz. Vodiy bo'ylab 20 kilometr dastavkasini ichida qilib beramiz. Akalar, narxi nimaga qimmat deyishlar mumkin? Narxi akalar holatiga qarab chiqaveradi. Xo'p, ko'z taxtalar bo'lsa qimmatlashadi akalar. Ko'zi ko'p taxtalardan ishlatiladigan bo'lsa arzonlashadi. Shu tomonni inobatga olib qo'yasizlar. Kimga zarur bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsalar, obunani bosib qo'yasizlar akalar. So'ri olmoqchi bo'lgan, idealni so'ri olmoqchi bo'lgan tanish bilish akalarga videomizni yuborib qo'yasizlar akalar. Salomat bo'lasizlar, kuzatishda davom etasizlar. Mehnatimiz like kelsa, bitta like turib ketasizlar jigarlar.